Hammaga salom, sizlar bilan bugun zo'r yangilikni bo'lishmoqchiman. Articraft serveridagi anarxiya rejimi to'liq yangilandi. Server 1.21.1 versiyagacha yangilandi. Bu degani endi serverda gurzi bilan jang qilishingiz mumkin. Zo'r, to'g'rimi? Lekin bu ham hali hammasi emas. Eventlar. Biz serverdan barcha airdroplarni olib tashladik. Lekin ularning o'rniga bir nechta o'zimizning unikal eventlarimizni qo'shdik. Masalan, oltin daraxt eventi. Bu daraxt har doim RTBda turadi va passiv struktura hisoblanadi. Vaqti bilan event ishga tushib, undan har xil qimmatbaho narsalar to'kiladi. Yangi o'yinchilar kuchayishi uchun ayni muddao. Bundan tashqari qala eventi. Bu eventga spamdagi NPC orqali borish mumkin. NPC dan o'tib siz ulkan qalada paydo bo'lasiz. Ichkariroqda esa sizni shalkerlar kutib turadi. Shalkerning ichidagi resurslarni olish uchun uni sindirishga to'g'ri keladi. Shuni ham aytish joizki, bu qalada shalkerlar tiqilib yotibdi va ular 3 xil darajada bo'ladi. Qanchalik sindirish qiyin bo'lsa, ichidagi narsa ham shunchalik qimmatbaho. Yana qaladagi barcha shalker bloklar orasidan ham ko'rinib turadi. Ularni qidiruvda hech qanday muammo bo'lmaydi. Va hattoki boss arenani ham yangiladik. Endi unga ham NPC orqali borish mumkin. Bossning o'zi ham yaxshigina o'zgartirilgan. Klan sistemasi, uni ham to'liq yangiladik. Endi klan yasash uchun bir tiyin ham shart emas. Ustiga ustak endi klanni kuchaytirish mumkin. Bundan tashqari Clan Storage komandasi orqali klanning umumiy sandig'ini ochsa ham bo'ladi. Klan sistemasidagi menga eng yoqqan yangilanishga keladigan bo'lsak, bu barcha klandagilarning aslahalari vizual o'zgarishidir. Endi PvP vaqtida kimga zarba berishni aniq bilasiz. Va yana shop komandasi orqali ochiladigan do'konchadan siz endi yangi ikkita unikal blokni sotib olishingiz mumkin. Chunk yuklagich va blok damager. Birinchi blok bu bizda chunk yuklagich va u atrofidagi ma'lum bir radiusda doim yuklab turadi. Bu degani siz o'yindan chiqib ketgan taqdiringizda ham fermangiz ishlashda davom etadi. O'simliklaringiz esa o'sishni. Ikkinchi blok esa sizning o'rningizga avtomatik ravishda moblarni o'ldiradi. Ustiga ustak u bu ishni siz bergan qilich yordamida amalga oshiradi. Qilichni ishlatish uchun uni qo'limizga olib damager menyusiga kiramiz va shiftni bosgan holda mana bu ramkachani ustiga bosamiz. Hammasini to'g'ri qilgan bo'lsangiz, albatta o'xshaydi. Ustiga ustak moblardan tushadigan barcha resurslar, daraja hamda hattoki pul ham mana shu blokning ichida saqlanadi va xohlagan vaqtda uni olish mumkin. Report tizimi ham qattiq yangilandi. Endi bu komanda yordamida o'yinchilarga shikoyat qilishingiz mumkin. Va sizning shikoyatingiz moderlarga Telegram orqali yetib boradi. Yana biz serverdan butunlay donat case'larni olib tashlashga qaror qildik. Nima kerak, to'g'rimi? Serverga kirganingizdan so'ng BDV komandasini yozadigan bo'lsangiz, bitta resurs case tekinga beriladi. Bu o'yinni boshlayotganlar uchun sovg'a. Biz bu bilan cheklanib qolmaymiz. Serverni kelajakda bundan ham zo'rroq qilishga harakat qilaveramiz. Agar Articraft serverga kirib anarxiyada o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana IP ekraningizda va videosida ham bo'ladi. Sizlarni har doimgidek serverda kutib qolamiz.